Kimdan so'rab olib keldilaring bolani? Hozir dars emasmidi, ustozi? Voyaga yetmagan bolani olib ketish ruxsatsiz deganda, misol uchun deylik, hozirgi kunda mana Toshkent shahri ko'chalarini agar hammamiz bilamiz, 24 ga 7 ishlaydi. Har doim harakat bor, har doim chiqsangiz, har doim fuqarolarimiz bor. Deylik, kechki payt belgilangan vaqtdan keyin, ya'ni 23:00larda yoki tungi soat 12:00larda kompyuter klublarini oldilariga borsangiz, voyaga yetmagan fuqarolar bolalarni ko'rishingiz mumkin. Yoki o'sha sayilgohlarda ko'rib qolishingiz mumkin. Ana bunaqa holatda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan voyaga yetmaganligi agar aniqlanadigan bo'lsa, u bolalarni keyinchalik misol uchun ularga nisbatan yoki ular tomonidan qanaqadir bilib bilmagan holatda jinoyat sodir qilishni oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ularni ma'muriy, ya'ni o'sha ichki ishlar bo'limining ma'muriy binosiga olib borilgandan keyin uni yaqin qarindoshlariga xabar beriladi baribir. Ya'ni ota-onasiga yoki voyaga yetgan aka-ukasiga axborot beriladi. O'shanaqa holatda misol uchun olib ketishi mumkin. Gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi, aynan ayblanuvchi bo'lmaydi, asosan amaliyotda agar gumonlanuvchi tariqasida olib ketiladigan bo'lsa ham olib ketsa bo'ladi. Faqat olib borilgandan keyin uni yaqin qarindoshlari kelgunga qadar, uni pedagog mutaxassis bilan ta'minlangunga qadar u bilan biron bir surishtiruv yoki biron bir tergov harakatlari o'tkazish mumkin emas.